Asl 5 barmoqqa kelgan o'rtoqlar, Oqtari, Farg'onani Oqtari topolmadim va oxir Marg'ilonga qarab yurish qildim. Ko'ryapsizlar-a? Abduvali do'stimiz bor, hamma taniydi. Ot bilan shug'ullanadi. Eng yaxshi otlarni, yetilgan dodalarini olib kelib o'zi so'yadi, o'zi o'tkazib, o'zi shunaqangi professional darajada pishiradi va xalqimizga 5 barmoq qilib sotyapti. Yeb ko'rib maza qilasizlar. Mana norinlar ko'ringlar. Norinlar ham haqiqiy kitobi bo'yicha go'shtlarni yumshoq, yog'siz dodalarini qiladi. Xullas 5 barmoq tayinlanadi, ko'rasizlar. Joylaringdan turib zakaz qilsalaring bo'ladi yoki bu joyga do'stlar bilan oila davrasida kelib maza qilib 5 barmoqda aslini yesalar. Siltamalarni qozonda ko'ryapsizlar. G'irt yumshoq go'sht o'zida bo'lgan, lavra rislar bilan. Qolgan kattagon qozonda ot suylari qaynaydi, bulyonlar bo'ladi. Turgan joyidan, yog'li joyidan chiroyli qilib, barqavo joy xohlaganlar uchun chiroyli naveslar ham bor salqin yoki joy bunaqa katta emas, oddiygina siz bilan biz kelib o'tiradigan ajoyib joy, lekin ovqatni ta'miga barcha e'tiborni, barcha mehrni shunaqangi tarelkaga tiqib qo'yishgan. Bismillah. Xamirlarni maza qilayman-da. Albatta faqatgina erkalaydigan ovqat. Sildaman 5 barmoq norin. Arab shashlikdan shundoqqina langar sitavorga qarab yurganda, sitavorga yetmasdan o'ng qo'lda kelaverasizlar.